Davron aka betonni ruchnoy quyganim yaxshimi, avtomikserda quyganim yaxshimi? Avtomikserdan boshlasak, agar binoni hajmi juda katta bo'lsa, bu juda to'g'ri yechim bo'ladi. U yerga ketadigan vaqt va unga beriladigan sementni markasi o'z o'rnida bo'ladi. Bitta minus tomoni, bunga to'qiladigan apalovkasini juda mustahkam to'qilish kerak. Ko'p joylarda shunga yaxshi e'tibor bermagan, nasosda quyganda bu yorilib ketib, 2 barobar xarajatga olib kelgan. Endi qo'lda quyiladigan betonga keladigan bo'lsak, bir kunda avtomikser quysa, qo'lda 3 kun quyiladi. Shu 2 kunga vaqtdan yutqazib qo'yiladi xolos. Lekin ko'p ustalar ish bilan ta'minlanadi. Buni plus tomoni, buni apalovkasini unaqa juda mustahkam qilish shart emas. Buni kichkina vibratorda ishlagan sababli bunga bosim ko'p tushmaydi. Yana bitta plus tarafi, avtomikserdan ko'ra qo'lda quyilgan beton ancha kam xarajat bo'ladi. 650 ming so'mdan 1 million so'mgacha avtomikser xarajati bo'lsa, baribir ustalarga apalovka to'qitirish kerak. Buni ham xarajati qo'shiladi. Qo'lda quyilganining sababi katta kichik joy tanlanmaydi. Ustalar binoni figurasiga qarab 250 mingdan 350 ming so'mgacha o'sha betoningizni quyib berishaveradi. Uni sifati ham, buni sifati ham baribir bir xil o'sha chidamlilikni beradi. Qurilishda ortiqcha xarajat qilmaslik uchun sahifamga obuna bo'ling, foydali ma'lumotlarni berib boraman.